Ozodbek Nazarbekov nafaqat bir kuchli san'atkor, kuchli ijodkor, u inson kuchli psixologda. Ular bilan ko'p suhbatlardan o'zining ko'p narsalarni olganman. Bir kuni gaplashib o'tirganimizda Jamshid deganlar, inson rizqini uning xarakteri, ya'ni fe'l atvori hal qiladi deganlar. Juda qiziq ma'lumot berganlar. Keyin qanday qilib desam, fe'l atvori keng insonni rizqi ham, o'z ma'noda moddiyati ham, obro'si ham, hayot sifati ham keng bo'ladi. Fe'l atvori tor insonni rizqi ham, obro'si ham yoki moddiy ahvoli ham shunga yarasha bo'ladi deganlar. O'z-o'zidan keyin qiziq savol bo'lgan. Fe'l atvorni torligi, kengligi nimaga bog'liq deganimda, tushunchalar. Insonning hayot davomida qabul qilgan o'zining haqiqatlariga bog'liq degani. Bu juda katta mavzu, lekin hurmatli Ozodbek Nazarbekovning shu gaplari hozir esimga tushib ketdi. Fe'l atvor haqida. Umrlari uzoq bo'lsin.